Velosport nafaqat ko'ngilochar, balki inson salomatligi uchun ham eng foydali sport hisoblanadi. U yurak-qon tomir tizimini yaxshilaydi, asabiylik va stressni kamaytiradi, ortiqcha vazndan qutulishga yordam beradi. Bugun erta tongda Humo Arena ko'chasi sportsevarlar bilan to'la. O'quv yilini muvaffaqiyatli yakunlagan talabalar, yoshlar hamda tizim xodimlari tonggi Toshkent velomarafoni uchun startda turishibdi. O'tgan dam olish kunida poytaxtimizning Afrosiyob ko'chasi transportlardan xoli holatda 500 ga yaqin sog'lom turmush tarafdorlari bilan to'ldi. Respublikamizning deyarli barcha turdagi o'quv yurtlari, maktabdan tortib yuqori oliy o'quv yurtlarida mavsum nihoyasiga yetdi. Mahallalar va ta'lim muassasalaridagi yoshlar va xodimlarning yozgi ta'tilini samarali hamda sermahsul o'tkazish maqsadida Respublika Yoshlar ishlar agentligi va mamlakat velosiped sport federatsiyasi hamkorligida Yoshlar kubogi velomarafoni tashkil etildi. Velomarafonni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, ularni muntazam sport bilan shug'ullanishiga erishish, qolaversa ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishdan iborat. Bu avvalambor velosport boshqa sport kabi inson sog'lig'iga katta ta'sir ko'rsatadi, ularni sog'lomlashtiradi va mana shu jismoniy harakatlarini yanada mustahkamlashga zamin yaratadi. Va eng quvonarlisi, bu orqali mahalla yoshlarini bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga erishamiz. Ular orasida do'stlikni targ'ib qilishga, o'zaro do'stlik rishtalarini bog'lashlariga, jamoa bo'lib ishlashlariga ko'makchi hisoblanamiz. Marafon katta-yu kichikka birdek manzur bo'ldi. Ular orasida 8 yoshli bolakaylarni va 90 yoshli otaxonning ishtiroki qatnashchilar va mehmonlarning hayratiga sabab bo'ldi. Musobaqada ishtirokchilar ham tonggi Toshkent sayri uchun ham sovrindor bo'lish maqsadida jadal harakat qilishdi. Unda yoshlar mahalla yettiligi vakillari, yoshlar yetakchilari ishtirok etishdi. Velomarafon ishtirokchilarining har biriga alohida velosiped hamda maxsus raqamlar topshirilgan. Marafonchilar startni boshlab oldilar va shahar bo'ylab 15 kilometr masofani bosib o'tishdi. Jarayon kutilganidan-da tezkorroq va shiddatli kechdi. Bosib o'tilgan masofaning shaffofligini ta'minlash va favqulodda vaziyatlar uchun barcha sharoitlar yaratildi. Finish chizig'ini erkaklardan birinchi bo'lib Ruslan Jamoliddinov kesib o'tdi. Ikkinchi bo'lib Umid Baxtiyorov yetib keldi. Uchinchi o'rin Daniel Mirzabayevga nasib etdi. Ayollar o'rtasidagi poygada Feruza Norqulova tengsiz bo'ldi. Shohsupaning ikkinchi pog'onasidan esa Nodira Abdullayeva joy oldi. Nasiba Mambekova kichik farq bilan raqiblaridan ortda qoldi va 3-o'rinni qo'lga kiritdi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan diplom, medal va qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Chempionlarga velosportdan uzoqlashmasliklari uchun velosipedlar taqdim etildi. Imkon qadar harakat qildim. Aynan qolaversa bundan tashqari yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha turli xil har kuni loyihalar tashkil etiladi. Bunda ham bevosita faol ishtirok etishga harakat qilaman va ertalab niyat qilgandim, birinchi o'rinni olaman deb shunchaki halimni o'tkazgandim, lekin orzular haqiqatga aylandi. Lekin meni birinchi marta ishtirok etishim bu. Endi doimiy ravishda sport bilan shug'ullanib, mana shunday loyihalarda, tanlovlarda ishtirok etishga harakat qilaman. Poytaxtimiz aholisi ishtirokidagi yoshlar oyligi munosabati bilan tashkil etilgan ushbu sport tadbiri bayramona ruhda o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yig'ilganlar sport va sog'lom hayotga befarq emasliklarini namoyon etishdi hamda tashkil etilgan madaniy tadbirdan bahramand bo'ldilar.